Bugun sizlar bilan taqinchoq tanlashda sizlar ahamiyat bermaydigan narsalar haqida gaplashamiz. E'tibor beradigan narsalar qizlar, toshlari qanchalik mustahkam turibdi. 2-3 ta taqqanimdan keyin tushib ketmaydimi? Toshlari qanchalik mustahkam yopishtirilgan, hattoki vitrinada turgan narsalarni ham toshlari tushib qolishi mumkin. Videoda ko'rib turganingizdek. Agar bozordan tanlaydigan bo'lsangiz, ular qanchalik yaxshi saqlangan, toshlari qirilib ketmaganmi, ko'chib ketmaganmi, zanglab ketmaganmi, misol uchun toshlari tushib ketmaganmi, osilib qolmaganmi, xiralashib ketmaganmi, bularni hammasiga ahamiyat berishingiz kerak. Keyingisi toshlari qanchalik akkuratniy bir tekisda qilib joylashtirilganiga ahamiyat berasizlar. Toshlari to'g'ri tanlanganmi, toshlar tushib qolmaganmi, ularga ham ahamiyat berasizlar. Simlari qanchalik qalin yoki ingichkaligiga ham ahamiyat beringlar, chunki sochinglarni yulib yoki ro'molinglarni tilib olishi mumkin. Onlayn taqinchoq zakaz qilganingizda ham unga qanchalik ishonsa bo'ladi, uni qanchalik otsiflari ko'p, uni qanchalik klientlari minnatdor, hammasiga ahamiyat berishingiz kerak. Va qizlar, tillarang taqinchoq tanlasanglar, hamma kiyiminglar bilan tushib ketadi. Men shuni maslahat